bizga yordam bergan barchadan rahmat. Bolam sog'ayadimi desam, imkoni yo'q, bola yo'q, qizlar umrini qisqartirib qo'yasan deverdi. Kim bo'lsa, umrini qisqartirib qo'yasan bolani deverdi, tushunasizmi? Men ko'rdim, bitta xabar bo'lib qoldi. Через telefon qilib Harika bilan gaplashsam, Harika imkoni bor. Zaynab shunaqa nur bo'ldi, tushunasizmi? Men o'ylamagandim bunaqa darajada даже pul yordam beradi, даже yordam beradigan doktor topildi. Alloh menga yetkazdi dedim-da. Uydagilar ham ishonishmadi. Men diqqat bo'lib qoldilar, dadam. U og'rib yurdilar, bizga bilintirmasdan u o'sha rak boshlanib 4-etap. Dadam rakkini ko'tara olmasa, onamning yuragi bo'lib turib, uning yuragini operatsiya qildirdik. Bizga borib qayta dadam yo'qotdim, onam operatsiyaga kirib ketyapti. Bu sложный 9 soatlik operatsiya. Men hayotdan to'yib ketdim deshinasizmi? Вообще qiynalib ketdim-da. Men bolamni sog'lom olib ketyapman-ku Hindistonga. Men o'ylayapman-da. Sog'lom holatda qaytarib olib kela olaymanmi yana? Meni bag'rimda qaytargan bola yo'qmi? Men очень сильно мне эти сложные мне. 3-chi etap, oxirgi etap operatsiyamiz uchun bizga yordam bergan Ona fondi, Inson uchun platformasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Klik ilovasi va xalqimdan minnatdormiz. Barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azoban rohimin. Rahmat sizlarga, barcha insonlarga.